Assalomu alaykum. Bilib TV kanalining aziz muxlislari va uni kuzatib boruvchi ishtiyoqmandlari. Mana bugun yana sizlarga yangi video taqdim etar ekanman. Bu safar yana ham bir foydaliroq bo'lgan video taqdim etishga harakat qildim. Chunki mana bilasiz, hozirgi paytda eng global muammolardan bittasi Android telefonlarda programmalar tortilgandan keyin yoki programma tortilishdan oldin ham uchrab turadigan narsa bu ekranga chiqib qoladigan reklama. Ushbu narsani yo'qotishga ko'p urinamiz. Internetimiz yoqqanimizda yoki boringki boshqa paytlarda ham reklama chiqib bizni haqiqatda zeriktiradi. Oddiy qilib aytganda. Demak, bu narsani o'chirish imkoniyati bormi? Buning asosiy sababi nima? Buning asosiy sababi shuki, aziz muxlis, siz bu narsa uchun o'zingizga Play Market yoki boringki boshqa yerdan skachat qilingan videolarni videolarni emas, kechirasiz. Nimalarda? Programmalarda shunchaki o'zingiz qiziqasiz, skachat qilaverasiz, reklamasi borligini bilmaysiz. Buni o'sha narsalar sizda telefoningizda reklamalar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Demak, buni qanday qilib o'chirishning imkoniyati bor bizda. Biz buning uchun aziz muxlis, Lucky Patcher degan programmadan foydalanamiz. Demak, Lucky Patcher. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, aziz muxlis, bu shunchaki Lucky Patcherning o'zi. Demak, nimani aytib o'tmoqchiman? Aytib o'tmoqchi bo'lgan so'zim shuki, mana ko'pchilik programmalarni Play Marketdan skachat qiladi. To'g'rimi? Bu albatta to'g'ri variant. Lekin shunday bir odamlar ham borki, hattoki boshqa saytlardan ham skachat qiladi. Boringki boshqa saytlarga kirsangiz, tan olish kerak, ayrim bema'ni saytlarga kirilgan paytda ham nima deydi, programma skachat qilishni taklif qiladi, ekranda chiqib qoladi o'zi. Ko'pchilik shu narsaga da'di bosadi. Ustanovit bo'lishiga rozi bo'ladi, ustanovka qiladi. Ustanovkadan keyin qandaydir shunday ekranga blok chiqadi-da, telefoningizni qulplab qo'yadi. Mana raqamga pul tashlaysan, reklamalar olinadi, seni danlilaring qaytariladi deydi. Aziz muxlis, hech qachon siz narsangiz bu narsa bilan o'chib ketmaydi, lekin o'zingizni ozgina boshingizni og'ritganingiz qoladi. Shuning uchun maslahatim nima? Eng zo'r maslahatim shuki, Google Play'dan tortgan yaxshi har qanday priложение o'yinlarda. Nimaga? Chunki Google Play har qanday yuklangan nima deydi, kontentni, programma bo'lsin, o'yin bo'lsin yoki video, kino, boshqa narsa bo'lsin, har birini tekshirib chiqadi. Keyin modernizatsiyadan o'tkazadi-da, keyin qo'yadi. Demak, endi men bundoq qilamizda, hozir mana programmalarda ochdi, Lucky Patcherga kirganimizdan keyin programmalarimizni ko'rsatib berdi bizga. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana FX Go programmasining ichida обнаружена reklama topildi. Есть проверка лицензии, litsenziya tekshiruvi bor. Xo'p, внутри обнаружены покупки, ichkarida sotib olish bor bunda, qandaydir shuni ko'rsatyapti. Xo'p, yana bu narsalardan men hozirgina foydalandimda va Google reklamalarni o'chirib chiqdim. Demak, Logotip Plus reklama programmasini ochib ko'ramiz, aziz muxlis. Siz bilan birgalikda mana e'tibor bering. Shu narsaga hozir guvohi bo'lasiz. Agarda buni ichida programmasi bo'lsa, reklamasi bo'lsa, biz uni albatta bartaraf etamiz. Demak, bunda mana haligacha reklama ko'rganimiz yo'q. Demak, bu bez reklamli programma. Xo'p, lekin обнаружена reklama deb qo'ygan, to'g'ri. Uni qayerdadir qandaydir bitta kontent bo'lishi mumkin, shuning uchun degan bo'lishi mumkin, aziz muxlis. Demak, keyingisini MP3 video konverterda ochib ko'ramiz. Priложениeni ochgan paytingizda e'tibor bering gaplarimga, aziz muxlis, ekranga premmoy to'ldirib yoki mana pastda chiqib turganda reklama bannerlari chiqib qoladi, rasmlar uzun yoki bu butun ekranni egallab, tepada X rasmcha chetida X belgisi bilan chiqib ketish belgisi bilan birgalikda chiqadi bu narsa. Ko'p holatlarda. Demak, endi buni qanday qilamiz? Mana biz ko'rdik reklama chiqqanini. Reklamani endi shunday qilamizki, aziz muxlis, Lucky Patcherda ochganimizdan keyin program ustiga bosib menu patchni bosamiz, patchni. Bosgandan keyin
удалить reklamani bosamiz va отключить reklama activity ni bosamiz. Bu yerda e'tibor bering, mana shuncha narsani ochib berdi. Bu yerda mana har bitta Google deyilgan nimani kontentni ustiga bosib chiqasiz. Mana qizil bo'lib qolyapti. Bular o'chgani degani. Va mana yana pastda Google turibdi. Mana ko'rib turibsiz, o'zingiz kuzatyapsiz mana aziz muxlis. Endi zapusk qilamiz. Xo'p. Kuzatib boramiz. Mana aziz muxlis, siz shohidi bo'ldingiz. Pastdagi banner o'rniga kattagina oddiy bir arshivga so'z chiqdi. Bu yerda missing activity with Android config. Changsin Android manifest. Shu Android ichidan deyapti. O'sha Android manifest HTML fayli o'zgartirilganligi sababdan deyapti. Demak, endi bu narsani ham yo'qotib olish imkoni bormi? Albatta bor. Endi keyingi bosqich uni yo'qotish. Demak, yana menu patchini bosamiz. Program ustiga bosgandan keyin yana удалить рекламу va отключить рекламы activity ga emas, bu safar удалить рекламу patchimga bosamiz. Demak, mana bunday holatda sizga forma beradi. Belgilanganlarga qatoriga tegmaymiz hech qaysisiga. Keyin o'chirmaymiz ularni. Черный прямоугольникka bosamiz. E'tibor bering, закрывает собой баннер с рекламой. O'zida bannerli reklamalarni jalb mujassam qilgan reklamalarni razmerini kichraytirish, o'chirish. Xo'p, endi удалить независимости. Bunga ham ptechkani berasiz, chunki Google Play'dan qo'yilgan reklamalarni o'chiradi. Xo'p. Va pastdagi so'zni bosamiz, пропечатать. Пропечатать. Men o'qilmay qoldim to'g'risi. Xo'p, ungacha yana bir narsani aytib o'taman. Bu reklamalardan kimga foyda programma yoki o'yinlarning ichida deb so'raydigan bo'lsangiz, aziz muxlis, Google Play ga qo'yilgan har bitta o'yin yoki boringki programmalar ichidagi reklamalar orqali albatta reklama avtori, uning muallifi foyda ko'radi. Ushbu reklamaga bosib o'tilganda yoki u programma taklif qilgan programmasi skachat qilingan paytda o'sha programma egasiga qanchadir miqdorda Google Play AdWords degan xizmatlar bor. Ya'ni AdMob shu narsalar orqali ular pul ishlaydi. Ya'ni o'z programmasi ichida reklama sotadi. Xo'p, kuzatib boramiz aziz muxlis. Bu programma asosan eng kerakli programma instrumentlar qatorida tursa ham bo'ladi telefoningizda. Eng foydali programmalarning bittasi. Mana ko'pchilik shu to'g'risida so'radi. Shu narsani reklamani yo'qotish imkoni bormi? Qachon bo'ladi deb. Xo'p, mana endi ushbu narsalar reklamalarda udalib bo'lgani haqida bizga отчет topshiryapti. Xo'p, demak, zapuskni bosamiz. Yo'q, bunda u narsa olinmadi. Reklamasi olinmadi. Reklama o'chirildi xolos. Demak, endi keyingi boshqa programmani sinab ko'ramiz aziz muxlis. Xo'p, matematik formulani ochamiz. Yo'q, hozircha aytmaydi. Mana bizda reklama paydo bo'ldi pastda. Xo'p, endi buni yana menu patchay, удалить рекламу, отключить рекламу activity. Mana Facebookni yopamiz. Eslatib o'taman, sizda Facebook mana bilingki adres deb yozib chiqyapti. Ko'rib turgan bo'lsangiz com.facebook.adres. deb yozib ketyapti. Demak, adresni esdan chiqarmang hech qachon, bu narsa reklama degani adres. Demak, Google va adres bor joylarni yopib chiqsangiz bo'ladi demak. Facebookni
va yana bir qator o'sha sizga ma'lum bo'lgan Odnoklassniki, sotsialniy setlar xullas. Demak, открытni bosamiz. Запуск. Xo'p, bitta kutamiz. Biz adminani bosamiz. Xo'p, yana buni bosib yuramizda. Bu shunchaki o'chirilishi oson bo'lgan reklamalar qatoridagi reklama ekan. Demak, reklama aziz muxlis sizni telefoningizda, ya'ni hozirgi paytda meni telefonimda reklama o'chdi. Shu matematik formula programmasi ichidan. Xo'p, demak, mana ko'rib turganingizdek shunchaki oddiy va menu patchi agarda xohlasangiz va reklamalarni o'chirilgan reklamalarni udalet qilib tashlaysiz keyin mana. Aytib o'tganimdek. Xo'p, xohlasangiz agarda u narsa sizga kerak emas bo'lsa, aziz muxlis, отключить internet bo'lsangiz, отключить internetni ham belgilab o'tasiz. Отключить internetni belgilab o'tishda bir narsaga e'tibor qilishingizni so'rab qolamanki, tortgan programmangiz internet bilan ishlaydimi o'zi aslida? Sizga internet bilan ishlash foydali bo'ladimi? Masalan, avito.ru. Avito.ru da o'zida ortiqcha banner, boshqa reklama yo'q, lekin u internet bilan ishlaydi. Asosan reklama uchun объявление, e'lonlar doskasi. Reklama bilan ishlaydi. Agarda ushbu avitoni tahrirlab, отключить reklamani ham bosib qo'yadigan bo'lsangiz, отключить internetni ham, u programmangiz keyin internet bilan ishlamay qoladi. Demak, uni o'chirib yuborib boshqa tortishga majbur bo'lib qolasiz. Shunday holatlar bo'ladi. Shuning uchun avval programmani internet bilan sizga yordam beradimi, sizga internet bilan ishlash u narsa sizga ayonmi? Shu narsa haqida ozgina o'ylab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Demak, bosamiz yana rezultatni bilish uchun belgilangan qatorlar, o'chirilgan reklamalar bir yo'li o'chirib yuborilyapti endi. Hozir biz shunchaki reklamani yopib qo'ydik, отключить qildik. Aktiv reklamalarni. Xo'p, mana aziz muxlis, mana o'ziz guvoh bo'lib turganingizdek, reklama haqiqatda o'sdi. Mana shunday qilib barcha reklamalarni o'chirib chiqasiz. Lucky Patcher orqali programmalar ichidan o'z telefoningizdan va sizda o'sha programmaga kirmagan holatingizda ham ekranga chiqib qolayotgan reklamalarni shu narsa orqali o'chiradi. Shu narsa orqali o'chirish imkoniyatiga egasiz. Men bu yerda tekshirayotganim sababi shuki, men Androidda manaqa reklamalarni o'chirgan paytimda ads bor komponentni o'chirmadimmikin deb qarab ko'rdim. Haqiqatda, lekin meni o'z guvoh bo'lib turganingizda ayrim programmalar ichidan shunchaki reklamani o'chirib qo'yish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni bir yo'li kesib yuborish imkoniyati yo'q bo'lib qolar ekan sizda, aziz muxlis. Mana qo'limdan kelgancha aziz muxlis sizga shu narsalar haqida o'rgatib o'tishga qudratim yetgan ekan, shunga qodir qilgan ekan. Allohga shukr, rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat aziz muxlis. Keyin rahmatlar uchun ham rahmat kattadan katta. Albatta kanalimizni kuzatib boring. Yoqqan bo'lsa qilas, yoqmagan bo'lsa o'zingiz bilasiz. Keyin yana bir narsa, videolarimni ushbu kanal videolari ichida ketayotgan mavzular, ya'ni masalan boringki Zolotoy koronadan pul yuborish. Ushbu mavzu bo'yicha yana boshqa bir kanalda namoyon bo'libdi ushbu videolar. Aynan meni video emas, lekin ushbu tema ushbu yo'nalishda. Demak, bu narsa menimcha to'g'rimi yoki noto'g'ri, bu haqda qaror chiqarish o'ziga bog'liq. Lekin har kim o'zining yo'nalishida va o'zi отдельный alohida bo'lib chiqqani yaxshi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki birovga havas qilma, birov senga havas qilsin degan shior bilan yashash menimcha yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, aziz muxlis, siz bilan yana Bilib ol TV
kanal administratsiyasi Shohjahon Muhammadjonov bo'ldi. Telegram va telefon aloqalari bo'yicha bemalol murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.